Hemen tünügüm şu işlerini bartaraf qilish uchun markazga yo'lga chiqqan. Ha, ben Ürümchiga yetib kelgandan keyin keynimden bu yezkanitning maxsus ishpiyon silib keynimden avatibdi. Ha, buning nima deymiz endi? Yoki mushlar orqali men hayotimni bugun oxirlashtiraymi? Mening tatishqida hechimam yo'q. Ama aziyaga o'lib olsammi, ota-onam 2 kun yig'lab, opirib ko'mib qo'yib, yana o'zining ishida bo'laverdi. Asli men ota-onamni men boqsam bo'ladi. Enim bo'lsa 25 yil kesibdi. Ama mushu ikki qo'limga tayinib, o'z kasbimga tayinib, cho'nglarni men beqib, cho'nglarni rozi qilishim kerak edi. Lekin cho'nglar bo'lsa, hozir menga non berib, choy berib, meni beqib kelyotdi. Bularning oyda bergan 820 so'm puli mening 4 kunlik ishlaydigan do'ramga yetmaydi. Buni nima deymiz endi? Buningga haqiqiy mush markazning qonuni, haqiqiy mushu qonun Jungo xalqi, Jungo millatlari uchun mushu ishlaydi desanglar, mush ishlarni qonun bo'yicha bir taraf qilishni men markazdan talab qilaman. Agar mening gapim xato bo'lsa, mush tekshirish korpusini menga avatib beringlar. Men mushu yog'andan debo yeyotgan, yog'anda mushu debo to'piga kirib yotgan, hatto o'zining urug' tuqqanlarini saqtirib, 4 a'zoy saqtirib, yog'andan deboga tiqib olib, ana shunda jamiyatni qalamaqon qilayotgan mushu yezgan kadrlarning hammasini bilaman. Men uy akirib, mushuni tekshirishni men markazdan talab qilaman. Ya'ni men o'zim apparatni istab har bir uyga akirman. Agar mening xato bo'lsa, Ahmaydan meni qo'lga olsa bo'ladi. Masalan, yezning shu joylari, kanitning shu joylariningki urug' tuqqanlarini mushu nimaga kirgizib olish, deboga kirgizib olish holatlarini tekshirmadi. Asli deboga olish tegish odamlar bu daqiqa mushu markazning hujjatida cho'qim eg'ir miyib. Yashangan ota-onasiga qaraydigan odam yo'q. Ota-onasi o'ginishdi bo'lgan mushu sabiyalarga ortilgandi. Lekin buning shakli o'zgarib ketdi. Shunga bu markazningki bu gapni anglagandan keyin odam avatib men bilan billah tekshirishini chin dilimda umid qilaman.